Kengashma heyetlerinin hemmisi o'rnidan turishib, Hazreti Aysoni Vali Pilatusning oldiga elib berishdi. Bu yerda uning ustidan shikoyat qilib, biz bu odamning Yahudi xalqini ozdirib, Rim imperatoriga bosh topshirmaslikqa quturatganligini va o'zini Yahudilarning qutqizuvchi Masih, ya'ni podshoyi deb otib olganligini ko'rdik deyishdi. Sen Yahudilarning podshoyimi? deb so'radi Pilatus Hazreti Aysodan. Aytdingizdek, deb javob berdi Hazreti Ayso. Ondan Pilatus oliy ruhoniylar bilan ko'pchilikka, bu odamdan biror jinoyat topolmadim dedi. Lekin ular texmo qat'iy turdi. U o'z ta'limlari bilan butun Yahudilar zemindagi omini quturtib, Galiliya o'lkasidan boshlab toki bu yerga keldi deyishdi. Buni anglagan Pilatus, bu odam Galiliyalikmi deb so'radi. U Hazreti Aysoning Herodxonning qo'l ostidagi o'lkadan kelganligidan xabar tepib, uni Herodga yo'llab berdi. U chaqda Herodmu Yerusalimda edi. Herodxon Hazreti Aysoni ko'rib, intayin xushal bo'ldi. Chunki u uzundan beri Hazreti Aysoga doir ishlarni anglab, mening oldimdimi biror mo'jiza ko'rsatib boqsin deb uning bilan ko'rishmoqchi bo'lib yuratdi. Shunga u Hazreti Aysoning bir necha savollarni so'rdi. Lekin Hazreti Ayso bir ig'izmi javob bermadi. Oliy ruhoniylar va Tavrat ustozlari Hazreti Aysoning ustidan ha deb shikoyat qilyotdi. Herodxon va uning lashkarlari Hazreti Aysoni haqoratlab, masxir qilishdi. Ondan keyin uningga podshohlarcha hashamatli to'n kiydirib, uni yana Pilatusning oldiga qaytardi. Mana shu kundan boshlab Herodxon bilan vali Pilatus do'st bo'lib qoldi. Uningdan burun ular bir-biriga dushman edi. Vali Pilatus oliy ruhoniylarni, Yahudi oqsoqollarni va jamoatni yig'ib ularga, sizlar bu odamni oldimga haydab keldinglar, uning ustidan xalqni ozdirib turatdi deb shikoyat qildinglar. Biroq men uni sizlarning oldinglarda so'roq qilib, sizlar shikoyat qilgan jinoyatlardan birini topolmadim. Herodxonmi uningdan gunoh topolmay menga qaytarib etibdi. Chunki uningda o'limga loyiq hech qanday jinoyat yo'q ekan. Endi men uni qamchilatib qo'yib beraman dedi. Uning mundaq deyishining sababi u har qitimliq o'tib ketish heytida Yahudi jinoyatchilaridan birini qo'yib beradi. Biroq ko'pchilik bir ig'izdan chuqqan selishib, uni o'ltiring, Barabasni qo'yib bering deyishdi. Barabas Yerusalimda to'plan ko'tarib, odam o'ltirib, zindonga tashlangan bir jinoyatchi edi. Pilatus Hazreti Aysoni qo'yib bermoqchi bo'lib, ko'pchilikka qayta nasihat qildi. Lekin ular ha deb, uni krestga mixliting deb chuqqan selishdi. Pilatus 3-chi qitim ularga, nemishqa? U zodi nemi jinoyat o'tkazdi? Men uningdan o'limga loyiq jinoyat topolmadim. Uni qamchilatib qo'yib beraman dedi. Biroq ko'pchilik davomli chuqqan selishib, Hazreti Aysoni krestga mixlab isib o'ldirsin deb ching turib oldi. Ularning chuqqanlari oxir g'alaba qildi. Pilatus ularning talibi bo'yicha hukm chiqardi. To'polon ko'tirib zindonga tashlangan ilk qotilni qo'yib berib, Hazreti Aysoni Yahudilarning o'z xohishi bo'yicha bir taraf qilish uchun lashkarlarga topshirib berdi.
Leşkerler kresni kötürgen Hazreti Eysa'ni elip kevatqanda, yolda yezni kevatqan Kirini şehirlik Simon isimlik bir kişini uçurattı. Ula bu kişini tutuvelip, kresni onunla kötəgüzüp, Hazreti Eysa'nın kendinden haydap mağdı. Çünkü Hazreti Eysa hal sırap ketken idi. Nurgun kişiler Hazreti Eysa'nın kendinden əgişip mağdı. Ulanın içinde Hazreti Eysa'nı içinip, yığızlar kılışıp mağan ayallar mı baydı. Hazreti Eysa keyniga burulup, ulağa mundaq dedi. Ey Yerusalim ayolları, men üçün yığılmanglar. Özünla ve persentleringlar üçün yığılanglar. Çünkü sizlerge şundaq yığır günler keledi ki, kişiler perzent kömügen, hamildar bolmagan, balı emitmegen ayollar nemi degen bəxtlik deydi. O çağda kişiler Xudanın qəzibidin keçiş üçün tağlağa üstümüzgü örül, dönlükləgimi üstümüzni yap deb yalvurdu. Yap yeşil dərəx, ot ködürülgən yerdə, qurub ketken dərəx, teximi ködürülməsmi? Şuningdek, ben azap çekken yerde, sizler günahkar Yahudiler, texmi azap çekmemsizler. Leşkerler, Hazreti Eysa bilen birge, iki cinayetçini mi, ula üstün ölüm cezasını becirişke, elip gelişken idi. Ula, Yerusalim'nin sırtıdaki baş söngek deb atalgan joyga berip, u yerda Hazreti Eysa'ni kreski mıxlidi. İki cinayetçinin mi birini Hazreti Eysa'nın o'ng tarafiga, yani birini sol tarafiga mıxlidi ve kreslerini tiklab qo'ydi. Hazreti Eysa, ey ata, ularni kechirim qilgin, chunki ular o'zining nima qilayotganligini bilmaydi, dedi. Leşkerler çek taşlaşıp, Hazreti Eysa'nın kiyimlerini bölüşüp aldı. Kalayı qarab turayotganda, Yahudi aksakallar onu mesxir qilib, o başqalarını qutquzib ekan. Agar rostdan Xudo tayinlagan qutquzuchi Masih bo'lgan bo'lsa, o'zini qutquzib boqmasinmi? deyishdi. Leşkerlermi onu mesxir qilishib, uningga arzon üzüm sharobi tanglab, agar sen Yahudilarning podshohi bo'lsan, o'zingni qutqizib boq, deyishdi. Hazreti Eysa'nın üstündeki taxtığa bu kişi Yahudilarning podshohi deb yozilgan edi. Hazreti Eysa bilan birga kreski mıxlangan iki jinoyatchining biri uni haqoratlab, sen Xudo avatgan qutquzuchi emasmiding? Endi o'zingnimi, biznimi qutqizmamsan, dedi. Yani biri bo'lsa, yilqi jinoyatchini ayblab, senmi uningga o'xshash jazolanayotgan turuqliq Xudodan qo'rqmadingmi? Bizning jazolanishimiz haqliq. Biz o'z qilmishlarimizning jazosini tatdik. Lekin u hech qanday yomonlik qilmagan-ku, dedi. Ondan o Hazreti Eysa'ga, ey Eysa, podsholig'ing bilan kelganingda meni unutmag'aysan, dedi. Bilib qo'yki, bugun sen men bilan birga jannatda bo'lasan, dedi Hazreti Eysa uningga. Tush vaqtida quyosh nuri g'oyib bo'lib,
bütün zeminni qarong'ulik bosdi. Bu ahvol 3 soat davom qildi. Markaziy ibodatxonadagi parda to'satdan 2 parcha bo'lib yirtildi. Hazrati Ayso qattiq ovoz bilan: "Hey ota, ruhimni qo'lingga topshirdim" dedi-de tinig'i to'xtab jon uzdi. O yerda buni ko'rib turgan 105'i Xudodan qo'rqqan holda: "Bu odam haqiqatan durust odam ekan" deb Xudoni madhiyaladi. Bu voqeani ko'rish uchun yig'ilgan xaloyiq qayg'u bilan maydisiga urib, o'ylariga qaytishdi. Hazrati Aysoni taniydigan kishilar va Jaliliya o'lkasidan uningga erishib kelgan ayollar voqeaning jarayonini yiroqdan ko'rib turdi. Yahudiya o'lkasidagi Aramatiya degan shahardan kelgan Yusuf ismli bir kishi bor edi. U oq ko'ngil, durust odam bo'lib, Xudoning podshohligining namoyon bo'lishini intizorlik bilan kutatdi. U Yahudilarning Oliy kengashmasining a'zolaridan biri bo'lsa-mu, ularning Hazrati Ayso haqidagi bu qarori va harakatlariga qo'shilmagan edi. Yusuf Vali Pilatusning oldiga berib, Hazrati Aysoning jasadini berishni talab qildi. Pilatus qo'shilgandan keyin u jasadni krestdan tushirib, kendi raq bilan kepanlab, yengidan o'yilgan cho'ng qoram toshli qabrga dafn qildi. Bu voqealar Hayitning orpisi yuz bergan bo'lib, dam oladigan shanba kuniga oz qolgan edi. Shunga Jaliliya o'lkasidan Hazrati Ayso bilan birga kelgan ayollar Yusuf bilan birga berib, qabrini va jasadni qandoq qo'yilganligini ko'zdan kechirdi. Ondan o'ylariga qaytib berib, jasadga chochadigan xushpuroqlik buyumlar bilan atirlarni tayyorladi. Dam elish kuni Xudoning amri bo'yicha ular dam elishdi.